to'g'ri to'rtburchak va uchburchak mavzusiga taalluqli bo'lgan test ABCD to'g'ri to'rtburchakda ABA, BCB va CE va BF bisektrisalarning keshish nuqtasi P nuqta bo'lsa, PEF uchburchagi yuzini toping. Endi testni yechishga o'tamiz. Geometriyada to'g'ri chizilgan chizma 50% yechim hisoblanadi. Demak, AB'miz A, BC'miz B ga teng ekan. Xuddi shu bizda PEF uchburchagi yuzini toping deyilgan. Mana BF bisektrisa, CE ham bisektrisa. Bisektrisa burchak teng 2 bo'ladi. Bu 90 gradus 2 bo'lsa 45 gradus 45 gradus bo'ladi. Bu ham xuddi shu 45 gradus 45 gradus bo'ladi. 45 ga 45 90, mana bu ham 90 bo'lishi kerak. Demak, PBC teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak bo'ldi. Bu 90 bo'lsa, bu bilan bu burchak vertikal burchak bo'ladi, bu ham 90. Bu 45 bo'lsa, bu 90 bo'lsa, bu ham 45, bu ham 45 bo'ladi. Demak, bu teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak ekan. Demak, PEF uchburchagimiz teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak. Endi qaradik. A ni x bilan belgilab olsam, F da ham x bo'ladi. Chunki ikkalasi bir xil narsalar. Buni y bilan belgilab olaylik. Mana buni P ni z, PF ni ham z bilan belgilab olaylik. Mana bu uchburchagi yuzini topishimiz kerak. Bu uchburchagi yuzi S uchburchak PEF teng bo'ladi 1 taqsim 2 ikkita katet ko'paytmasin. Z ko'paytiruv z kvadrat. Xuddi shuni topishimiz kerak bizlar. Endi nima qilamiz? Bu A bo'lsa, bu 45 gradus, bu ham 45 gradus bo'lsa, mana bu AB'miz A bo'lsa, AF'imiz ham A bo'ladi. Mana bu qism A. Demak, x plus y'imiz A ga teng. X plus y plus x'imiz B ga teng bo'ladi. Ya'ni 2x plus y'imiz B ga teng. Shu yerdan bizlar topadigan narsamiz y topishimiz kerak. Nima uchun y topishimiz kerak? Mana bu ikkita katet bo'lib turibdi, P bilan PF. Bu gipotenuza bo'lib turibdi y'imiz. Ya'ni ikkita katet kvadratlarining yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng. Bu Pifagor teoremasi. Ya'ni z kvadrat plus z kvadratimiz y kvadratga teng. Demak, bu yerdan z kvadrat topsak bizlar y kvadrat taqsimi 2 bo'ladi. Demak, bundan y topish uchun 2 ko'paytiraman tepani. Birinchi qator 2 ko'paytirib, tepadagi qatordan pastdagi qatorga ayiraman. Demak, 2x plus 2y bo'ladi, teng 2a bo'ladi. 2x plus y'imiz b ga teng. Tagma-tag ayirsam, 2x dan 2x ketsa 0, 2y dan y ketsa y bo'ladi, teng 2a plus b bo'ladi. Demak, y shunga teng bo'ldi. Demak, manda uchburchak PF yuzini topishimiz kerak. 1 taqsim 2 z kvadratga teng. Z kvadrat o'rniga y taqsim 2 ni olib borib qo'ysam, uchburchak PEF'imizni yuzasi teng bo'ladi 1 taqsim 2 ko'paytiruv y kvadrat taqsimi 2. Demak, y kvadrat taqsimi 4 bo'ladi. Y o'rniga 2a plus b ni qo'yamiz. Mana 2a plus b ning kvadrati taqsimi 4. Yo'q, 2a minus b. Chunki ayirdik-ku bizlar. Bundan buni ayirdik. 2a minus b ning kvadrati taqsimi 4 bo'lar ekan. Mana berilgan testimiz javobi. Berilgan testimiz javobi A. Bu test professional 2-qismda olindi.